Balalar yaşnar tağdın bağrıda, men üçüncü Renessans'tın davrıda. Baxşısıman yangi O'zbekistonning, baxşısıman yangi O'zbekistonning. Shavkat shoir deydi do'stlar o'zimda, bugun aytdim Samarqandcha so'zimda, ko'kragimga bosib sunbul sozimdi. Baxşısıman yangi O'zbekistonning, baxşısıman yangi O'zbekistonning. Rahmat. Qoyil Umid aka, mana tong sahardan mana shunday insonlarni uyg'oqlikka da'vat qilgan ishoraviy bir terma bo'ldi desak bo'ladi. Zamonaviylikka uyg'on. Bugun umuman yurtimizda har bir soha vakillari yuksak e'tiborda, iofda. Ana shulardan biri bugun Nurobodlik baxshi shoir Shavkat shoir Bobomurodov va u kishining shogirdlari, farzandlari Muhammadjon studiyamizning mehmoni. Xush kelibsiz, tong xayrli bo'lsin. Rahmat. Nurobod ning masofasi anchada shahar markaziga. Qiyinchilik tug'dirmadimi yo'l masofasi? Endi ijod uchun mana bir 40 yilga yaqin bo'ldi, shu yoshlikdan ijodni boshlaganmiz. Ijod uchun nima mashaqqatlar bo'lsa, hammasini yengib kelganmiz. Nurobod nima bo'libdi, 1-1,5 soat yo'l yurdik. Shahar ob-havosi baribir ham shaharda bugungi kundagi manzarasi bizni kayfiyatimizni ko'taradi. Charchash, unday narsani hech sezmaymiz. Qisam qilmadik, sezmadik. Masofa tanlamaydi ijodkorlikda maqsad. Albatta, albatta. O'zi Shavkat akam o'zi ko'proq jahonga ishli inson. Ana shunday. Hamma joyda qayerda kechalar, tadbirlar bo'ladi, o'zlari boshqa bo'lib harakat qiladiki, biz juda ham xursandmiz Shavkat aka. Nima uchun? Chunki muhtaram yurtboshimizni e'tiborlarida bo'ldi aynan baxshichilik san'ati. Unutilib ketayotgani, ozgina bo'lsa o'sha qadriyatlarimizni yanada tiklash uchun, mustahkamlash uchun, baxshichilik san'atini rivojlantirish uchun hattoki juda ham ko'p farmon qarorlar qabul qildiki, kelajak yoshlarimizni ham aynan baxshichilik san'atiga qiziqtirish bo'yicha juda ko'p amaliy ishlar olib borilyapti-da, Shavkat aka, to'g'rimi? Albatta, juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Masalan, mana 2019-yil birinchi xalqaro baxshilar festivali Termizda bo'lib o'tdi. Bunda ham Samarqanddan 6 ta baxshi borib qatnashdi. Keyin Qoraqalpog'istonda bo'ldi, Xorazmda bo'ldi, Sirdaryoda bo'ldi. Mana har 2 yilda bir xalqaro baxshilar festivali bo'lyapti. Undan tashqari kim qancha konkurslar, tadbirlar, hozir o'zi ko'p tadbirlar ham baxshisiz o'tmaydi. Ilgari to'y tomoshalar baxshisiz o'tmagan deydi-da. Hozir to'y tomoshani qo'ying, tadbirlar ham baxshisiz o'tmaydi. Mana yaqinda Ishtixon tumanida 3-iyun kuni kitobxonlik festivali bo'ldi. Shunday. Shu yerga meni chaqirib taklif qilgan ekan, bordim. Ana u yerda endi bir qancha kitoblarim nashr bo'lgan. Mana shu Ishtixondagi kitobxonlik festivalida Ustoz Usiyor shoir degan kitobimning taqdimoti bo'ldi. Bu kitob Bulung'urlik baxshi shoir, ham soz ustasi, qo'biz, do'mbira, mana shunday keyin mana eski qora uy o'tovlarni bilasizlar, ot egarlari, asbob anjomlar yasaydigan Do'styor shoir, ham baxshi, ham usta. Mana shu kishining men hayotini o'rganib, doston qilib yozganman. Mana shu kitobning taqdimoti bo'ldi. Demoqchi bo'layotganim, endi baxshi bor, baxshi shoir bor. Baxshi bu dostonlarni o'rganib, qo'shiqlar, mana shu dostonlarni ijro qiladi. Baxshi shoir esa bizga o'xshab ijod ham qiladi. Mana shu kitob taqdimotimiz ham juda zo'r o'tdi. Qisqasi umuman e'tibordamiz. Mana yaqinda ham iste'dod tanlovi bo'lib o'tdi. Muhammad Baxshi o'g'limiz ham shogirdimiz viloyat bosqichida 2-o'rinda oldi. Masalan,